Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizlarni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Biz mana yana bir fayzli xonadonimizga akalar navbatdagi darvozamizni ustanovka qilib berdik. Farg'ona viloyati Furqot tumani Tomosha qishlog'iga Abdusalom tog'amizga olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu darvozamiz razmeri eniga 3.30, bo'yiga 3.10 bo'ldi. Ikki arkali darvozamiz, fasoni ikki arkali. Xo'sh, ketgan materiallarimiz, stoykalarimiz 8x8, profillarimiz 6x4, qalindan ishlatganmiz. Listimiz 1.8 list. Tagiga mana shiveler qo'yib berdik. Darvoza kirgan, mashina kirganda ezilmasligi uchun. Mana ishimizni ko'rib bitta baho berasizlar akalar. Laklarda ayamaysizlar. Zamogimiz zubir zamog, o'sha garantiyali zamoglardan. Mana ochilib bekilishlari ham cho'tki. Darvozamiz orqasi ham silliq. Mana akalar darvozamiz orqa tarafi. Akalar mana darvozamiz. Darvoza kerak bo'lsa akalar ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozalarimiz akalar 600 ming so'mdan 2 millionga dur bor. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dostavka, ustanovka, o'lchashi hamma yo'q ichida. Akalar, layklar bosib qo'yasizlar.